Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilar. Bizni mana shu bir oyda 3 ta tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz, jismoniy shaxslar bilan uchrashuvimiz bor. Bizga asosan 11 ta mahalla biriktirilgan Yangi Namangan tumanidan. Endi hozirgi kunda bizning 4 ta yo'nalish bo'yicha kreditlarimiz bor. Birinchisi o'sha o'zini band qiladi. Bazaviy miqdor 375 ming so'm to'lov qilingandan keyin u jismoniy shaxs ishli odam bo'ladi, stajga o'tadi. Birinchi maqsadimiz o'sha ishsizlarni ishli qilish. Hozirgi yo'nalishlarimiz bo'yicha bizda 4 yo'nalish kreditlardan biznesga birinchi qadam 1 yil muddatga 25% dan beramiz. Biznesga ko'mak 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan 4 yil muddatga beramiz. Keyin 3-chi yo'nalishimiz bor, mahalla loyihasi. 5 yil muddatga 25% dan 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan kredit beramiz. 4-chi yo'nalishimiz tadbirkorlik qilish istagisi bor. Mana hisob raqam ochgan, YTT, MCHlarga 1 yil faoliyat yuritgan firmalarga 312 sonli kreditimiz bor. Bu 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan beramiz. Hozirgi kunda toifa qilib biz Yangi Namangan tumani birinchi toifaga qarab 23% dan beramiz. Endi o'zi asosan mana shu chorvachilik qilish, tikuvchilik yo'nalishlarga 50 millionlik kreditlarda tavsiya qilibdi. Endi kredit olishga istaginglar bo'lsa, shu kreditlardan qilib beramiz. Qanday kredit olmoqchisiz? Men Muhammad Jaloliddin Guliston metrida istiqomat qilaman. Men chorvachilikni yo'lga qo'ymoqchi edim. Shuning uchun menga 17-20 million atrofida kredit kerak edi. Shuning uchun hammaga yordamimiz kerak. Bo'ldi, o'sha mahallaga biriktirilgan mahalla agentimiz bor, mahalla bankirimiz bor. Sizga uchrashadi, kreditni hozir murojaat qilamiz, aytishadi. O'sha siz hujjatlarni taqdim qilsangiz, imkon darajasida 1-2 kunda masalamizni ijobiy hal qilib, o'sha 4 yil muddatga 17 million bilan ishingiz bitadimi hozirgi kunda? 17 million so'm kredit ajratib beramiz. Shu 4 yil muddatga yillik 25% dan qilib beramiz. Plastikka pul tushiramiz. Plastikka pul tushirgandan keyin o'sha o'zimiz bo'lib ehtiyojingizni o'sha chorvachilik yo'nalishida olaverasiz. O'sha mahallani bankiri, mahalla agenti tavsiyanoma beradi. Assalomu alaykum. Men Boyev Bekzod, Saxovat mahalla fuqarolar yig'inida